Samsungning unaqa narsa yo'q. Yangi mana. 16 Pro yangi telefon. Mana o'zimiz olib kiramiz. Haligacha yangisi chiqadi, mana ochamiz buni. Yangi telefon, ishlatilmagan. Bunga mana USB'lari ham yangi bu telefon. Hech qanaqa bu telefon emas. Yangi telefonni buni ochamiz. $5 $10 ga yuguradi-yu. Kimlardir $5 $10 qimmat bo'lishi mumkin. Mana yangi telefon. O'sha buni yutqizib qo'yayotgan tomoni hozirgi mana shunaqa kiber xavfsizliklarda odamlarni yutqizib qo'yayotgan tomoni mana iPhone'ni yoqqaningizda mana. Mana salom beradi iPhone. Mana bitta kichkina Apple'ni odamlarni aldamasligini isboti bor-da bu yerda hozir. Bu aldamaydi. Samsungda unaqa narsa yo'q. Mana yoqdingiz-a? Mana salomlashyapti. Telefon. Och deyapti. Mana buni ochasiz. Qaysi shaharda tursa o'sha shaharni tanla deydi. O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston, Rossiya bo'lsa Rossiya deydi. Mana Rossiyani misol uchun tanladingiz. Mana qarang. Bu yerda kichkina narsa odamlar ahamiyat bermaydigan narsa bor. Unda chaqirasiz, mana Toshkent, O'zbekiston chiqadi hozir bu yerda. Mana O'zbekiston keldi, mana qarang. Mana O'zbekistonni bosasiz, sразу уже o'zi tanlaydi mana shahar Toshkentni. Mana tanladi, qarang. Telefonda sim karta yo'q, Wi-Fi yo'q. Bu aktivatsiya bo'lmaydi sim kartasiz, Wi-Fi'siz. Buni mana keyin anaqasini tanladi deyapti, mana ekranni menyusini tanlab, продажник qilgin deydi, mana настройкаларni tanlagin deydi, mana hammasini aytib turadi o'zi. Bu aldamaydi, mana продажник bosasiz, mana Messengerda, FaceTime'da продажник qilasiz. Mana endi mana shu kelganda, mana Wi-Fi ham yo'q, sim karta ham yo'q, ochmaydi. Hozir fotka, mana bitta iPhone'ning bitta kichkina nimasi, Wi-Fi ulasangiz, sim kartani ulasangiz, bu Amerikaning mahsuloti-yu. Xuddi Instagram, Facebook'ga o'xshagan dogur beradi. Mayli yozuvlarda uni o'qib chiqin deydi mana. iPhone'ni ishlatayotganda nima narusheniylar qilish kerak emas, nima narusheniya, qanaqa ishlatish kerak, hammasini yozadi. Bu telefon hech kimni hayotda aldamaydi-da. Buni biz bilan qila olmaysiz. iPhone'ni hech kim biz bilan qila olmaydi. Hozirgi paytda buni biz bilan bo'layotgani, mana shu telefonni nastroyka qilayotganingizda, narsalaringizni ulayotganingizda tushunadigan o'sha programma bo'yicha tushungan odam noldan ochib turib, mana shunaqa xuddi yengini noldan ochib turib telefonni sizga ko'rsatib tushuntirib, nastroykalarni to'g'rilab turib yoqsangiz, kartangizni ulaysizmi, Telegramni yoqasizmi, bunga biz bilan qila olmaysiz.